yosh iste'dodlar, ularning ustozlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1-sentyabrdan boshlab respublika tanlovi g'oliblariga 100 million so'm, nufuzli xalqaro tanlov sovrindorlariga esa 300 million so'mgacha mukofot beriladi va ishtirok etish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Ularning ustoz va murabbiylarning oylik maoshiga 100% ustma beriladi. Rahmat. Bunday imtiyoz va yengilliklar albatta xususiy ijodiy guruhlarga ham tatbiq etiladi. Nazarbekov El yurti umidi jamg'armasi har yili 100 nafar yoshlarimizni davlat hisobidan xorijiy madaniyat, san'at dargohlarida ta'lim olishini yo'lga qo'yadi. Yurtimizdagi yosh iste'dodlarni aniqlab, yuzaga chiqaradigan prodyuserlarni qo'llab-quvvatlaydigan biznes loyihalarini ko'paytirish maqsadida ijodga investitsiya degan jamg'arma tashkil etiladi. Har yili kamida 200 milliard so'm beriladi.